Assalomu alaykum, yukaya tuttum obunachiları. Bizlar aynan xudo xolasa atirgulli pasodalarimiz keldini tugab qoladi. Choynakini 21 mingdan qo'ydik. Avannisini 14 mingdan qo'ydik. Kichkina tarelka 8,5 ming so'm. Katta tarelka 9 ming so'mdan. Lop kasasi 11 ming so'mdan. Choy kasasi 7,5 dan. Kichkina avannisi 13 ming so'mdan beramiz buni. Bludasi 23 ming so'm. Taqsimchasi 22 ming so'm. Salat nissasi 12 ming so'mdan. Keyin bunga 4 burchak tarelkalarim geldi, yangilik bo'lib. Bugun geldi, hali gelmadi shu vaqtgacha. 14 ming so'mdan. Kichkinasi. Kattaroq 15 ming so'mdan. Bixilisi ham geldi, 15 ming so'mdan. Keyin endi miyasni ham bo'yina 15 ming so'mdan bilan. Choy kasasini kalsoli xilan bu 7,5 dan beramiz. Bemalol kelaverasizlar, hamma narsasi to'liq bor.